Ya derdim, malum çalay deymen, anımı çalay deymen. Arkadaki var tuttu diye arkamdakini mi çalay dese bir kasını çalamayman. Jelka yaxshimi? Voy. Yaxshi. Voy, Hüseyincan. Kada Kada avval yaxshimi, teshmi? yaxshi. Voy, bu yaman tuyuqsizlar kirib qoldingiz. Pekta solib ketdi aka sizni topmoq. Ben voy, u ikkimiz yaqinga ko'nglimiz bizniki. Ha, shu qarqash, xotinni qarqashni bir ko'rishdik. Undan keyin Aqsuning Avatni bir ko'rishib qoldik. Ha, o kun jiq bir vaqtlar bo'lmadi, siz ham xizmatchi aldash bo'lgan ekan. Men faoliyat ishlamib ketdim. Urumchiga kelib ko'rishga bo'lmaydi bilan to'xtab turib bir borayim shakamni qishig'a. Deb yuzimni qalin qilib kelaverdim degan. Ha, yaxshi bo'pti, yaxshi bo'pti. Birdan o'tirib qarangizhamda. Ma'qul aka, ma'qul. Bir xo'sh yo'ldim aka bilan ko'rishib. Men ham xo'sh bo'ldim. Rahmat aka. Endi gapningki nereden başlaşını bilemedim hatta ciddiyleşip. Ha? To'xtang, siz qizingiz tatim degansiz. To'xtang, ha, men duttavam edi. Ha, duttan ekanlar, vallahi. Siz shu menga demoqchi bo'lgan gapingizda bu dutta bilan bir qo'shapli beding, ha? Men ekanlar. Ha, Şimdi onu almış kalsa. Ya ben biliyorum, siz mehmon. Dutta bilan devreyim aka. Ma'qul. Yaman set chaqchaqib keltiradiganlar men. Ayalar diyem. Çok meşrepke çağında tenkişimge madutdağı depim battı. Vay vay. Kızıl bulmay devrey. Muş koşak arkalar necek ama yetkiz olan gepim battı. Ayalar diyem. Peki şunda çakçakını dottalen yollaydı. Mani aldım etken nicatkam. Menan akşamdan tekisini yezip vermek kötayını yak göllep edemden mışında kollaydı. Ayalar diyem. Üz görüp koşakını dottalen çevetken. Yüreksizden nakmeylerden nicakamdan adı devetken. Aşın akşamdan sınarısını yezip veren de hep. İşkay burun ben muş akamga evetken. Ayalar diyem. Kesim o meyli koşaklarım nakbedeki kemey. Nimiş kılsız nicatka aşınar yani man vaktide bemey. Endi maqsad endi qoldi. Ziraz degandek, va duttani elib shu o'zingizning paydasingizni boshlab ketsangizlar, o tatinish, jiddiylash cho't yo'q bo'ldi ekanda endi. Boshqacha bo'ldi ekan endi buni. Ana ikkinchi qadamda deyishlar. Oldinlar mening endi mau bizniki to'rdoshlarimizga, bizning ekran oldidagi qarindoshlarimizga vakolatan sizdan va azroq savolim bor, shuni so'rab qolgan ekan, qolgan gapni deyishamda. Ma'qul aka, ma'qul bo'ldi. Masalan, men bilaman sizning yurtingiz, bu bizning Bayong'ulun oblastiniki Bugur nahiyyasidan shunaqa. To'g'ri, to'g'ri. Bugirdingo hamda. Chunki nurg'un mendan so'radicha, qarqashdimmi, qog'liqdimmi, xotandimmi deb xotanni siz jiqroq jugashkim. Shu tarafdan Bugirdin. Anandan keyin hamda mau sizdagi talant. Men 42 yil san'atda ishlabdiman, 30 yil televiziyada ishlabdiman. O chog'larda endi siz aqcha yashingiz kichik uchrashmabdi ekanmiz. Keyin mau siz asosiyatdan qanchinchi yillik qaysi sondagi kuldirga chiqib rasmiy tanilgan vaqtingiz? Men shu kuldir programmasidagi birinchi qarag'lam qatnashgan, birinchi qarag'lam qatnashib, undan keyin qolgan sonlarga taklif bilan berib, hammasiga bir talon nomer o'rlab. Keyin izchil bor har bir sonda, lekin tunji songa borgan shu vaqtdan boshlablar bu ish bunday bo'lib ketdi, shunami? Bu san'atlik qobiliyat deganni o'zi tug'ma qobiliyat bo'lmasa, keyingi vaqtlarda o'rganib oladigan narsa emas-ku bu. Shu asli tug'ma qobiliyat asosida, undan keyin o'zini keyingi vaqtlarda mayli musiqa chalishda, mayli dutta tamir chalishda yoki bo'lmasa she'riyat, qo'shiqda tarbiyalanib, kitob o'qib, jamiyatdan o'rganib, cho'nglardan anglab degandek. Sizningmi tug'ma qobiliyat bormi? Shunaqa? Atam çalıttı. Keyingi o'g'illarning hammasi çaldigan bo'ldik. Oila bo'yicha? Ha, oila bo'yicha.